Bu kanal shaxsiy brendini boshlamoqchi bo'lgan yoki umuman olganda blog boshlamoqchi bo'lgan ekspert mutaxassislar uchun. O'zi umuman shaxsiy brend qurmoqchi bo'lgan mutaxassislarda eng katta qo'rquvlardan biri bu qanday qilib boshlashni bilmaslik yoki qanday davomiy kontentlar chiqarishni bilmaslik bo'ladi. Shu sababli men ushbu kanal orqali 10 ta qadamdan iborat mini darsliklar ishlab chiqdim. Bundan tashqari kanalimda doimiy shaxsiy brend yurgizish mavzusida har xil kontentlar qilib boraman. Xo'p, vaqtingiz uzoq olmagan holatda darslikni boshlasam ham bo'ladi. Boshlashdan oldin o'zim haqimda qisqacha ma'lumot berib o'tmoqchiman. Men Shohjahon Jamoldinov SMM va marketing sohasida 6 yillik tajribaga ega mutaxassisman. Bu yillar davomida 50 ga yaqin proyektlar bilan ish olib borganman. Xo'p, asosiy ishlagan кейslarimni bir nechtasini keltirib o'tganman. Bularning ichida siz ham taniydiganlari bo'lishi aniq. Keyingisi, nimalarni qoyillatib qo'yganman? Asosan men content marketing orqali xizmat ko'rsatib boraman. Ya'ni million prosmotrli reelslar orqali sotuvlarni 2-3x ga oshirishga va birgina reels orqali 20 mingdan ortiq auditoriya olib kirishga erishganman. Xo'p, shaxsiy brend qurayotgan insonda mana shu 3 ta jihat bo'lishi shart. Ya'ni birinchisi bu intizom, ikkinchisi mas'uliyat, uchinchisi davomiylik. Agar sizda mana shu 3 ta narsa bo'ladigan bo'lsa, shaxsiy brendni qo'rqmasdan boshlasangiz bo'ladi. Bizda birinchi qadam, birinchi dars maqsadni to'g'ri aniqlash va brend o'zagini topish. Aytishingiz mumkin, maqsadni aniqlash shunchalik qiyinmi? Buni aniqlash qiyin emas, to'g'ri maqsadni aniq qo'yish juda ham qiyin. Juda ham ko'p ekspertlar bilan suhbat qilib, ulardan shaxsiy brend qurishdan maqsad nima deb so'raganimda, birinchi o'rinda beradigan javobi mashina olish, uy olish yoki daromadini 2-3x ga oshirish yoki umuman olganda ko'proq obunachilarga ega bo'lish deb javob beradi. Bu noto'g'ri maqsad qo'yish deyiladi. Qachonki siz o'z manfaatlaringiz uchun emas, auditoriyangiz manfaatlari uchun maqsad qo'yadigan bo'lsangiz, shundagina shaxsiy blogingiz tezroq rivojlanadi. To'g'ri va aniq maqsad qo'ymaslik esa noto'g'ri strategiya, kontent bilan umuman olganda noto'g'ri auditoriyaga yetib borishingizga olib keladi. Xo'p, shaxsiy brend boshlashdan oldin o'z maqsadlaringizni aniq bilishingiz shart. Brend bu nafaqat siz, balki odamlarning siz haqingizdagi fikrlarini ham bildiradi. Noto'g'ri maqsad qo'yish esa sizni yo'ldan chalg'itadi. Boshlashdan oldin quyidagi 3 ta savollarga to'g'ri javob berishingiz kerak bo'ladi. Men nimani yaxshi bilaman? Qanday tajribam bor? Qanday muammolarni hal qilishni xohlayman? Mana shu 3 ta savolga to'g'ri javoblar topa olsangiz, siz aniq va to'g'ri maqsad qo'ygan bo'lasiz. Misol bilan tushuntiraman. Siz agarda tish shifokori bo'lsangiz, quyidagicha maqsad qo'ygan bo'lishingiz kerak. Men shifokorman va odamlarga chiroyli, ishonchli tabassum hadya qilishni xohlayman. Ko'rib turganingizdek, bu yerda uchala savolga ham to'g'ri javob berilgan. Men shifokorman, odamlarga chiroyli tabassum hadya qilishni xohlayman. Yana bir misol bilan tushuntiraman. Agar siz diyetolog bo'ladigan bo'lsangiz, quyidagicha maqsad qo'ygan bo'lishingiz kerak. Odamlarni sog'lom hayot tarziga o'tishga o'rgataman. Bu yerda ham uchala savolga to'g'ri javob berilgan va to'g'ri maqsad qo'yilgan. Agarda siz ham qaysidir soha bo'yicha ekspert bo'lsangiz, mana shunday maqsadni aniq va to'g'ri qo'yishingiz kerak. Darsimiz tushunarli bo'lgan bo'lsa, amaliy topshiriqqa o'taman. Siz quyidagi savollarga javob berishingiz kerak bo'ladi. Siz nima qilasiz? Kimga yordam berasiz va qanday natijalarga olib kelasiz? Mana shu 3 ta savollarga javob bering va maqsadni to'g'ri qo'ying. Yuqoridagi topshiriqlarga javob topib, maqsadni aniqlab olgandan keyingina navbatdagi qadamlarga o'tishingizni tavsiya beraman. Agar maqsad qo'yishda qanaqadir muammolar yuzaga kelayotgan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring va men imkon qadar hal qilishga yordamlashaman.